Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Hozir sizlar bilan akamning go'sht do'konining obzorini qilamiz. Kuzatib boringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Bir go'shtlaringizdan o'qisangiz, narxlari, nomlari. Nima go'shtlar bor? Jigar bor. Qo'y go'shti, dumbasi, charvi bor, yurak bor. Hammasidan bor. Narxlari bilan bir tanishtirsangiz. O'liklarimiz 35 ming so'mdan bor. Qo'y go'shti 155 ming. Mol go'shti 35 ming. Charvlar bor 40 mingdan. Qorin charvi, yurak charvi 50 ming. Har kun mol so'yamiz. Do'stlar, kuzatib boringlar. Pastga akamning raqamini qoldiraman. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sizlarga rahmat.